Juft halolim bilan salkam 20 yil birga yashab qo'ydik. O'tmishda yaxshi va yomon kunlarimiz ko'p bo'ldi, ammo shuncha sabrim va sodiqligim evaziga xiyonat ko'rganim qoldi. Erim bilan turmush qurganimizga 18 yil bo'ldi. O'rtada 2 qizimiz bor. Katta qizim maktabni tamomlash arafasida, kichkinasi esa 7-sinf. Oilaviy holatimni hammaga ovoza qilib bechora ko'rinish maqsadim yo'q. Shunchaki menikiga o'xshagan holatga uchragan ayollardan maslahat va kuch olmoqchiman xolos. Erim boya aytganimdek xiyonat qildilar, ammo bu xiyonatlar vaqtinchalik ko'ngilxushlik emas. Erim mana salkam 2 yildan beri tungi kapalakni o'ynash qilib olib, axiyri unga diniy nikoh ham o'qitib oldilar. U ayol erimga o'g'il ham tug'ib berdi. Endi u ayol o'z kasbidan voz kechib faqat erimni xizmatida. Erim u ayolning nomiga kvartira sovg'a qilib birga yashamoqda. Shuncha erkaklardan qolib ketgan ayolni nima qilasiz deganimga ham qaramadilar. 2 qizimiz ham ko'zlariga ko'rinmay qoldi. Meni ham talog'imni berish niyatlari yo'q. Ularga yoqish uchun men ham kalta kiyimlar kiyib, yorqin makiyajlar qilishni boshladim. Ammo hammasi bir pul. Ajrashib ketay desam, borishga boshpanam yo'q. 2 qizim ham voyaga yetib qolgan. Qizim otasi qilgan ishdan juda ham uyaladi va otasi bilan gaplashmay qo'ygan. O'z otasiga nisbatan misli ko'rilmas nafrat bilan ulg'aymoqda. Lekin u kishiga umuman farqi yo'q. Oyda 1-2 marta kelib xabar olib, yana o'sha ikkinchi xotinining oldiga ketadi. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Yuragim chilparchin bo'lgan. Nima his qilayotganimni ham sezmayapman deb yozibdilar bir obunachim. Shunday vaziyatda nima qilsam bo'ladi? Erimni u ayolga birato'lasi berib, u joyni sudlashib o'zimga qoldiraymi yoki Alloh bergan qadariga ko'nib, erim roziligi uchun yashayveraymi? Ammo qizlarim va o'zimni o'ylasam, jonim